Doktor, ish faoliyatingiz davomida sizni ta'sirlantirgan voqealar bo'lganmi? Ha, bo'lgan. Bunaqa voqealar juda ham ko'p bo'ladi. Shulardan birini aytadigan bo'lsam, 40 kunlik chaqaloqqa farmatsevt tavsiyasi bilan loperamid tabletkasini bergan. Eng qizig'i 4 ta tabletkani ketma-ket berishgan. Ya'ni ikkitasini og'izdan berishgan, yarimta qilib, ikkitasini orqa ichakdan jo'natishgan. Oradan ma'lum vaqt o'tgandan so'ng boshda bola tez nafas olgan, teri rangi ko'karib, emish yo'qolgan va bola asta-sekin koma holatiga tusha boshlagan. Uydagilari darhol bizga yetkazib kelishgan. Ko'rsatilgan davolardan keyin, birinchi yordamdan so'ng bola hayotga qaytgan. Eng qizig'i, asoratsiz qaytdi. Lekin ustozlarning aytishi bo'yicha oldingi davrlarda, oldin 5-6 yil oldin ham shunaqa voqea bo'lib, bu chaqaloqcha kech kelganligi uchun o'lim holati kuzatilgan ekan. Bunaqa vaziyatlarni tez-tez bo'lib turishiga sabab xalqimizni bilimi kamligidan deb o'ylayman. Agar o'sha loperamid tabletkasi 6 yoshdan keyin ishlatilishini bilganida, albatta u ona ishlatmasdi. Kimnidir tavsiyasi bilan ichirgan bu dorini. Yaqinlari, dugonasi, qo'shnisi tavsiya qilgan, ichir degan, ichirgan. Agar ona bilganida bu ishni qilmasdi va bola koma holatiga tushmasdi.